O'zbekistonda hafta davomida ob-havo qanday bo'ladi? O'zbekistonda 17-20 mart kunlari quruq va juda iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda deb xabar berdi O'zgidromet. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaganlar video ostida qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. O'zbekistonda 17-20 mart kunlari quruq va juda iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda deb xabar berdi O'zgidromet. Prognozlarga ko'ra, havo harorati asosan kechalari 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari esa 22-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 27-30 darajagacha iliq bo'ladi. Shamol sharqdan o'rtacha tezlikkacha esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 9-12 daraja iliq, kunduz kunlari 22-27 daraja iliq atrofida bo'lishi prognoz qilindi. Ushbu videoroligimizni har kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaydigan tanishingizga yetkazib qo'ying. Biz sizga har kunlik ob-havo ma'lumotini birinchilardan bo'lib yetkazib beramiz.